Yenge bo'lgan buksasi. Mana bu joy buksasi. Boshqa joy chiqadi. Mana shu yerda tepa qayrilgandan keyin ana shu yerga bosh chiqishi. Ana bu yerga ikki kishi orqaga minsa ekan, buksasi chiqadi o'g'il bo'lsa. Ya uni yaxshimi yo'li ketadi? Yo'q, ha. Bemalol chiqib ketadi deb bo'lsa. Oyna shu o'tgan joyimizga o'tmasa qolgani ketadi. Bu yerdan Wolfram bor ekan ketaganda. Wolfram. Mana Wolfram ko'p. Wolfram ko'p, bas filan bor, yuqori chiqarilgan. Bultor o'sha chet mamlakatga keldi. Beqa bu nimalar Toshkentdan keyin yo'l bo'lar. Akil aytsam hamda Aka Sharboy. beqa shahar bo'lib ketadi dedi. Sen olishing kerak. O'sha loyiha nima bo'ldi Hojiboy Hozibekga? Bu yerga qanday parkmi, nimasi ochilmoqchi, sayohatmi, dam oladigan kurort ochilmoqchi edi bu yerga. Hozir ana o'sha bola ketdi. Hozir bizdan bu leksiya bilan namoz o'qitdik. Ana shu bola shu oy Misrga yurganda bir hafta bo'lgan. Keldi, hozir kelgan shu mehmon shahardan o'sha mehmonlar keldi hozir. O'sha xato bizda. O'sha Shirin makan. Nima hozir o'sha dam olish maskani bo'ladigan bo'lib, bo'lmaydigan